Sharqi Turkistondagi zulmni dunyoga, jumladan Türk xalqiga anglatish uchun 20 kundan buyon Istanbuldan Anqaraga piyoda mangan Uyg'urlar Anqaraning kirish yig'izi bo'lgan Qizilcha hammomda soqchilar tarafidan to'sib olindi. İyi Parti millat vakili Faxrettin Yo'qish apandi naq maydonga yetib kelib Uyg'urlarni qo'lladi. Lekin oxirda soqchilar Uyg'urlarni avtobusga chiqarib Istanbulga qaytarib etdi. Xitoy bilan Tayvan orasidagi jiddiychilik kuchayayotgan bir paytda Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen Xitoy qarshi dunyo jamoatchiligidan yordam talab qildi. Tsai Ing-wen Xitoyning Tayvanni ilish uchun qurol kuchini ishlatishdan yanmaydiganligi haqidagi bayonotlariga raddiya berib, xalqaro jamiyatning bu chaqiriqqa astoydil muomala qilib, bizni qo'llaydiganligini bildirishini umid qilaman. Agar xalqaro jamiyat tahdid ostidagi bir demokratik davlatga yordam qilmasa, endi navbatning qaysi davlatga kelganligini so'rashimiz lozim dedi. Xitoy va Pokiston qismlari Pokistonning Papi rayonidagi davlat terrorizmga qarshi turish tarbiyalash markazida birlashma manevr o'tkazdi. Mudofaa va qo'g'danish usullari muhim nishon qilingan manevrda Xitoy va Pokiston armiyasiga qarshilik alohida qismlarning tajriba to'plab terrorlikqa qarshi turish va jang qilish iqtidorini o'stirish maqsad qilingan. Amerika prezidenti Trump Amerika askarlarining Suriyadan chekinganligini, lekin bu ishning tez vaqtda ilib berilganligi haqida bir narsa demaganligini bildirdi. Donald Trump bundan burun Amerika askarlarining Suriyadan tez suratda chekinganligini e'lon qilib, qismlarning Iroqning shimolidagi havo armiya bazasidan boshqa yerga yoki uylarga qaytadiganligini aytgan. Yiqilg'u bahsning o'sishi bilan boshlangan va keyincha Fransiya prezidenti Macronning iste'fo berishini talab qilishgacha bo'lgan seriqchiliklar namoyishi 8-haftada minglagan kishining qatnashishi bilan davomlashmoqda. Soqchilar buning qarta jiddiy bexatarlik tadbirlari qo'llandi. Davlat majlisi qarab mangan namoyishchilar soqchilar tarafidan to'sib olindi. Bir qism namoyishchilar soqchilarning harakatiga to'sqinlik qilish uchun axlat sanduqlariga o't qo'yibdi.